Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz shu ko'rib turgan toza qurilgan domimizda bo'ladi. 5-etajında bir xonali 50 kvadrat metr joyimiz sotib qo'yilayotir. Mestosuna keladi olsak, Shernikok markazida ban tarafimizda qirg'iz yo'q bo'ladi girganingizdan. Gipermarketga qaragan, dehqon bozor ham yaqin, hamma mesta yaqin joyda joylashgan. Esa ketdik, uyning ichon taraf bilan do'st chiqsak. 5-qavatimizga yetib keldik. Görüşleriniz mümkün. Liftlerimiz pasiyenli işlet duradı. Şu doğrudaki xonadonimiz oladı. Giraveriş eshiklarimiz yaxshi demir eshiklardan qo'yilgan. Ishon tarafına giradi olsak, e'tibor etsangizlar, giraverish o'timiz keng tushgan. Oyoq teglamiz, stashka ishlarimiz bitib turibdi. Korobka holatda bo'lgan bilan kvartiramiz 25-30 million so'mlik ishlari bitib turibdi. Bandan başlaydı olsak, berimiz sanuzel bo'ladi. Görüşleriniz mümkün. Shortchiklar necha qo'yilib turibdi. Tayyor. Hamma narsasi. Oyoq teglamizda stashkalari bo'lgan. Topli pollarimiz ham o'tib turibdi. Giraverishimiz sanuzelimiz topli pol bo'ladi. Berimiz esa oshxonasi bo'ladi. Oshxonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Salkam 5 metr 5 metr tushgan bo'lishi kerak berimiz. Duh konturni kat yollamız ham qo'yilib turibdi. Ajoyibundan 7 millionlik qimmat Airfeld fermasidan. Ko'rganlaringizdek, gaz, svet, suv hammasini sho'rchik qo'yilgan. Umuman muammosi yo'q. Registrlarimiz ham qo'yilgan. Bularimiz ham faloncha pul oladi. 25-30 million so'mlik ishlarimiz bitib turibdi ham bu yerda. Aynalamiz ham panoramli katta akfa aynalardan qo'yilgan. Banna keladi olsak, berimiz zal bo'ladi. Zalimiz 3,5-6 metr. Shuningdek katta zal tushgan beri. Xolasangiz beri shu turishida qoldirsangiz ham bo'ladi. Xazanasini katta etib, xolasangiz 2 xona bo'lsangiz ham bo'ladi. Tepadagi qo'mishlar pastakilar shuni etib 2 xona etib yurtdilar. Berimiz ham registrlarga qo'yilgan. Ajoyib etib. Narxini stoyit. Akfa ayna eshiklari qo'yilgan balkon tarafimizdan. O'zini shuningdek ajoyib balkon ham bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Butun shahar ko'rinib turadi. Bu gipermarket, orqasida dehqon bozor, qirg'iz yo'q. Shu yerdan kirganingizdan ajoyib mestada. Kvadratga keladi olsak, 50 kvadrat metr katta bir xona uchun. Shuning uchun 2 xona bo'lsangiz bo'ladi. Narxina keladi olsak, 350 million so'm. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon bilan bog'lanishingiz mumkin.